Assalomu alaykum, hammaga sog' salomat tuzumsizlar. Men bilaman, Toshkentda ko'pchilik echki sutini topa olmayapti. Shuning uchun bitta chiroyli video qilamiz, aksiyalarni e'lon qilamiz. Sutni qishda 30 ming so'mdan sotuvdik. Endi mana 25 ming so'mdan sotyapmiz. 5 litrdan ko'p sut olganlarga qaynatib tayyor 1 litrlik, bir martalik ishlatiladigan baklashkalarga joylab beryapmiz. Azizlar, kimga echki suti kerak bo'lsa, qatig'i kerak bo'lsa va echki qatig'idan olingan kuv sariyog' kerak bo'lsa, quyida ko'rsatilgan raqamga chiqishingiz mumkin. Ha, aytgandek, echkini sutidan brinza buyurtma asosida qilib beryapmiz. U buyurtma asosida. Sariyog'i brinza narxi 250 ming so'm, sut 5 litrdan ko'p olganga 25 ming, o'zi 30 ming. Qatig'imiz 5 litrdan ko'p olganga 25 ming qilib beramiz. 1 litrdan 4 litrgacha 30 ming so'mdan bo'ladi. Dastlabki shahar ichida, to'liq shahar ichida 30 ming so'mdan etib belgilangan. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Quyida ko'rsatilgan raqam va silkalarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Telegram kanalimizda ham qoldirib qo'yamiz. Inshaalloh ulanmasanglar, yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Echkichilik to'g'risida yaxshi xabarlarni tashab turamiz. Bundan tashqari Belarusdan kelgan echkilarimizga rahmat. Juda ham sutdor, chiroyli echkilar. Mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.